Hammaga salom. Bu maxsus rakurs. O'zbekiston aviatsiya sohasida rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda. Prezident soha korxonalarini o'zgartirish bo'yicha takliflarni ma'qulladi. Navoiy xalqaro aeroportini O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyatining markazlashgan operativ boshqaruv tizimidan ajratgan holda unga mahalliy va xorijiy aviakompaniyalar bilan mustaqil muzokaralar olib borish hamda shartnomalar tuzish huquqi beriladi. Ishlab chiqilgan biznes rejaga ko'ra 25 tadan ortiq aviakompaniyalarning doimiy parvozlari yo'lga qo'yilib, qayta ishlanadigan yuk hajmi 20 ming tonnadan oshiriladi. Aeroport hududida havo kemalariga texnik va tijorat xizmatlari ko'rsatishga ixtisoslashgan erkin bojxona zonasini tashkil etish taklif qilindi. 2029 yil 1-yanvarga qadar havo kemalariga xizmat ko'rsatish uchun olib kiriladigan maxsus texnika va ehtiyot qismlar bojxona to'lovlaridan ozod qilinadi. O'zbekiston havo yo'llari va O'zbekiston Airports energiya samaradorligi va raqamli yechimlarni joriy etib, xalqaro IPO ga tayyorgarlik ko'rmoqda. Eng muhimi, AQSh va Fransiyadagi xalqaro aviatsiya sohalari bilan hamkorlikda Fuqaro aviatsiyasi universiteti tashkil etilmoqda. Universitetda bort kuzatuvchi, aviatsiya texnikasi bo'yicha mutaxassis va mexaniklar kabi amaliy kasblar bilan birgalikda uchuvchilik, muhandislik, havo harakati dispetcherligi, boshqaruv bo'yicha ham kadrlar tayyorlash va ilmiy dasturlar yo'lga qo'yiladi. Prezident maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. 1 yillik maktabga tayyorlov guruhlarining ta'lim dasturi majburiy umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi sifatida joriy etiladi. Bunda davlat namunasidagi elektron sertifikat berilishi ko'zda tutilmoqda. 2026-2028 yillarda har bir hududda yangi avlod davlat bog'chalari hamda ularning tarkibida bolalarni rivojlantirish innovatsion markazlari tashkil etiladi. Mazkur bog'chalarda qo'shimcha rahbar hamda tarbiyachi yo'riqchi shtatlari joriy qilinib, rahbar va pedagog xodimlarga tarif stavkasiga nisbatan 20% miqdorda har oylik ustama to'lanadi. Xodimlar malakasini oshirish maqsadida ishlaydigan o'qituvchilarga bakalavr darajasini olish imkonini beruvchi 5+1 dual ta'lim tizimi joriy etiladi. Xususiy sektor sezilarli imtiyozlarga ega bo'ladi. Maktab va bog'chalar hududidagi bo'sh yer maydonlarida davlat xususiy sheriklik asosida bog'chalar tashkil etilganda ijara to'lovlari 30 yilgacha undirilmaydi. Har bir tarbiyalanuvchi uchun davlat bog'chalarida bir bolaga to'g'ri keladigan xarajatning 50% miqdorida subsidiya ajratiladi. Shuningdek, 2030-yilgacha yirik xususiy bolalar bog'chalari uchun soliq imtiyozlari taqdim etiladi. Bu esa 80% maqsadli qamrab olish darajasiga erishishga yordam beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Pokistonga davlat tashrifi muvaffaqiyatli yakunlandi va ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochildi. Islomoboddagi tig'iz jadval doirasida Prezident Asif Ali Zardoriy va Bosh vazir Shahboz Sharif bilan chuqur muzokaralar bo'lib o'tdi. Uchrashuvlar natijasida ikki tomonlama hujjatlarning katta to'plami imzolandi. Tashrifning asosiy voqeasi Shavkat Mirziyoyevga Oliy davlat mukofoti nishoni Pokiston ordenini topshirish marosimi, shuningdek Pokistondagi yetakchi universitetning faxriy doktor va professor unvonlari topshirildi. Mustahkam do'stlik, tarixiy va madaniy aloqalarni aks ettirish maqsadida Islomobod shahridagi ko'chalardan biriga Toshkent nomi hamda yangidan barpo etiladigan bog'ga Zahiriddin Muhammad Bobur nomini berish marosimi o'tkazildi. Davlatimiz rahbarining o'tgan ish haftasi ana shunday yakunlandi. Voqealardan doimiy xabardor bo'lish uchun Prezident matbuot xizmatining rasmiy sahifalariga obuna bo'ling. Hammaga xayr.